Hozir mana indamas uchoqqa kelyapmiz. Qancha masofadan olib berar ekan X-Cam brendi. Mana ushyapti o'sha. Air Avtocom. O'sha lochon ko'z indamas uchoqqa. X-Cam brendini Air Max modeli va S5 modellarini sizlarga ushlashini ko'rsatamiz. Mana ko'rasizlarmi? Realni ushyapti. Mana shu yerda indamas uchoq turibdi, lochon ko'zlarda. X-Cam brendini qo'rqmasdan olishingiz mumkin. Sizlarga ko'rsataman. Haqiqatdan o'sha yerda lochon ko'z radari turganini va radar detektorlar o'shani ushamayotganini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Komandir, bu haqiqatdan indamas uchoq bo'ladimi? To'lqin chiqarmaydigan indamas uchoq, to'g'rimi? Lochon ko'z degani shu bo'ladi. Hozirgi kunda mana radarda hech qaysi radar ushlab bermayapti. To'g'rirog'i ushlab bera olmayapti emas, ushlayapti, juda ham yaqin masofa. X-Cam brendi xudo xolasa buni uddaladi. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.